Assalomu alaykum, hurmatli bizani YouTube kuzatib boruvchilarimiz. Bugungi manzilimiz Xumsonda joylashgan 50 sotuvli dachada bo'ladi. Qadrdonlar, yon atrofi tog' bilan o'ralgan, ichida hamma sharoitlari bor. Shundoq o'gan bo'yida joylashgan 50 sotuvli dachaga kelganmiz. Bu joyimizga o'gam suv bo'yiga tushish hudlari bor, ichida hamma sharoitlari bor. Zilionli zonani qaranglar, kattaligini bemalol futbol yoki voleybol, basketbol o'ynashga sharoitlari bor. Archalarni ko'ryapsizlar, kattaligini kamida 15-20 yillik archalar ekan. Hovli qismida kacheli joylashgan. O'ng tarafimizda tapchan, stol-stullari bor. Dachamizning sizlar bilan yozgi oshxonasini bitta ko'rib chiqamiz. Dachamizning yozgi oshxonasi, qadrdonlar. Ichida hamma sharoitlari bor. Bu yerda asosiy o'tindan foydalaniladi. O'choqlar, qo'ra, mangallar. Hozirgi kunda bu dachamizga 20 yoki 25 kishi oilaviy ulfatlar bilan kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Dachamizning qolgan qismlarini ko'ramiz. Dachamizning hovli qismi, qadrdonlar, qaranglar, shunaqa uzun bo'lib joylashgan, bir etajdan iborat. Yozgi basseynimiz 15 ga 7 razmerlari, yonida lijaklari ham bor. To'g'ri turgan izdaniyamiz ham bu dachaga tegishli, hali bitmagan ekan, ozgina ishlari qolgan ekan. Qadrdonlar, dachamizning ichkari qismlarini bitta ko'rib chiqamiz. Dachamizning hovli qismi, qadrdonlar, 8 kishi uchun stol, yumshoq mebel, bilyard joylashgan. Qishki oshxonamiz ham bu tarafda. Ichida hamma sharoitlari bor, mebel texnikalari, dazi, duxovkalar, mikrovalnovka, xolodilnik hamma narsalari bor. Qadrdonlar, kolonkaga qo'yilgan. Dachamizning yotoqxonalarini bitta ko'rib chiqamiz. Chap taraf yo'ligimizdan dachamizning yotoqxonasiga ketamiz. O'ng tarafdan bo'lsa, dachamizning qishki basseyn xonasiga kiramiz. Qadrdonlar, bu dachamizda umumiy ikkita saunasi bor, turetskiy va finskiy. Hozirgi kunda finskiy saunasi ishlatilyapti. Bu saunamizdagi o'tinni ichida qizdirishiga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Stol qo'yilgan. Lijaklari bor. 8 ga 4 zimniy basseylari bor. Dachamiz glavnisi oila ulfat ichkilisiz qo'yiladigan joylardan bittasi. Bemalol oilalar bilan kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Undan oldin sizlar bilan dachamizning ichkari yotoqxonalarini bitta ko'rib chiqamiz. Uzun bo'lib joylashgan. Ketdi. Birinchi yotoqxonani ko'rishinglar mumkin. 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida sanuzellari bor. Hamma sharoitlarga ega bo'lgan bu joyimiz. Qadrdonlar, endi ikkinchi yotoqxonasini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Ikkinchi yotoqxonamizni ko'rishinglar mumkin. Bu yotoqxonamizda 4 ta adinali kravatlar qo'yilgan. Mana bu uzun joylashganini qaranglar. Dachamizning ichiga kirganda adashib ham qolasizlar bor. Uchinchi yotoqxonamiz, o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallanggan. Ichida sanuzellari, hamma sharoitlari bor. Glavnisi, bu joyimiz tinch joyda joylashgan. Yon atrofida odam qo'yiladigan, arendaga beriladigan dachalar yo'q. Glavnisi mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Dachamizning 4-yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. 2 kishi uchun mo'ljallangan, alohida kravatlar qo'yilgan. Bu yotoqxonamizning ichida ham sanuzellari bor. Agar ko'pchilik bo'lib ketadigan bo'lsanglar, ko'rpachalarga qo'yilgan. 5-yotoqxonamizdan ko'ramiz. Ketdi. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida sanuzellarigacha bor. Ana endi 6-yotoqxonamizni ko'ramiz. Qadrdonlar, bu dachamizda umumiy 6 ta yotoqxonasi bor. Bu yotoqxonamiz 2 kishi uchun mo'ljallangan. Agar oilaviy bo'lib ko'pchilik bo'lib keladigan bo'lsanglar, endi ko'pchilik oila bo'lib kelgandan er-xotin bolalar bilan keladi-yu. Misol uchun 4 ta 5 ta oila bemalol kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Joyi ko'rdinglar. Sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, narxlarni chiroyli narxda qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin.